Salom barchaga. Ochiq havoda tungi yer osmonini kuzatar ekanmiz, ming-minglab yulduzlarni nur sochib, osmonimizni to'ldirib turganini ko'ramiz. U yulduzlarga qarab turib, insonlarda turli xil savollar paydo bo'ladi. Yulduzlar qanchalik kattalikda? Ular bizdan qancha uzoqlikda? U yulduzlar atrofida ham bizning quyoshimiz atrofida bo'lgani kabi sayyoralar mavjudmi? Bu yulduzlar atrofida ham hayot bo'lishi mumkinmi? Ushbu videomiz orqali bugun biz sizlar bilan yulduzlar haqida suhbatlashamiz. Yulduzlar insonlarni qadimdan qiziqtirib kelgan va insonlar uchun yulduzlar muhim sanalgan. Ko'pgina bayramlar yulduzlarning joylashuviga qarab nishonlangan. Yo'l topish va yo'ldan adashmaslik uchun yulduzlar astronomik navigatsiya vazifasini bajargan. Qadimdan insonlar yorqin yulduzlarga nom berishib, yulduzlarni turkumlarga ajratishgan. Yulduz o'zi nima? Yulduz samo jismlaridan biri bo'lib, kuchli gravitatsiya bilan bog'langan yorqin plazma sharidir. Oddiy ko'z bilan yer osmonida 2000 dan 6000 gacha bo'lgan yulduzlarni ko'ra olishimiz mumkin. Ammo bu yulduzlarning umumiy sonini anglatmaydi. Olamda yulduzlarning soni shu darajada ko'pki, butun yer yuzidagi barcha qum zarralarining sonidan-da ko'p. Birgina sizu biz yashab turgan yer joylashgan Somon yo'li galaktikasida 400 milliardga yaqin yulduzlar mavjud. Galaktikalar soni esa olamda trilliondan oshiq. Somon yo'li galaktikasi galaktikalar orasida kichik bir galaktikalardan biri bo'lib, koinotda shunday gigant galaktikalar borki, ularda trillionlab yulduzlar jamlangan. Yulduzlar qanday paydo bo'ladi? Yulduzlar koinotdagi fazoviy gaz va changlardan tashkil topgan ulkan bulutlarning siqilib, zichlashib borishi va bulutning ichidagi gazsimon molekulyar zarralarning bir yerga to'planishidan hosil bo'ladi. Zarralar birlashib, zichlashib borib, o'ziga boshqa moddalarni ham birlashtirib boradi va katta gaz sharini tashkil qiladi. Shar kattalashgani sayin zichlashib, tortishish kuchi ham, sharning ichidagi bosim va harorat ham ortib boradi. Sharning ichidagi bosim va harorat juda yuqori darajaga yetgandan so'ng, shar yadrosida termoyadro reaksiyalari yuz bera boshlaydi. Bu jarayon fanda bosh ketma-ketlik deb nomlanib, sharsimon gazning yulduzga aylanishi yoxud yulduzning boshlang'ich evolyutsiyasi hisoblanadi. Bosh ketma-ketlik jarayoni millionlab yillar davom etadi. Agar yulduz ko'p miqdordagi materiyaning yig'ilishidan hosil bo'lgan bo'lsa, u yulduz katta, yorqin va issiqroq bo'ladi. Yulduzlar qanchalik katta bo'lsa, shunchalik yorqin va issiqroq bo'lib, o'z tarkibidagi yonilg'isini tezroq sarflaydi va qisqa umr ko'rishadi. Katta yulduzlarning vodorod yonilg'isi 100 millionlab yillar issiqlik va yorug'lik taratishga yetishi mumkin. Agar yulduzlar kam miqdordagi materiyalardan hosil bo'lgan bo'lsa, u yulduzlar kichik, xira va sovuqroq bo'ladi. Bunga mitti qizil va mitti oq yulduzlarni misol keltirish mumkin. Ular o'z tarkibidagi yonilg'isini asta-sekinlik bilan sarflaydi. Ularning tarkibidagi yonilg'ilari milliardlab yillar yorug'lik va issiqlik taratishga yetishi mumkin. Ayrim yulduzlar galaktikalarning o'zaro to'qnashuvidan, ba'zi yulduzlar esa ulkan yulduzlarning hayotining so'ngida portlashidan so'ng ularning o'rnida yulduz qoldiqlaridan paydo bo'lgan. Yulduzlar qanday qilib nur taratadi? Yulduz asosini vodorod va geliy tashkil qiladi. Qisman boshqa kimyoviy elementlar ham bor. Yulduz tarkibidagi har qanday unsur suyuq va gaz holatida bo'ladi. Yulduzlar o'z yadrosidagi vodorod termoyadroviy reaksiyasi energiyasi hisobiga charaqlaydi. Yulduz yadrosidagi vodorod
yadroviy reaksiya orqali geliyga aylanadi. Bu jarayonda yulduz tarkibidagi ulkan materiya katta miqdordagi energiyaga aylanadi. Yadrodan tashqaridagi yulduz massasi yadrodagi energiyani radiatsiya va konveksiya jarayonlari orqali yulduz sirtiga olib chiqadi. Shuning hisobiga yulduzlar o'zidan yorug'lik va issiqlik taratadi. Tabiatdagi geliydan og'ir deyarli barcha kimyoviy unsurlar yulduzlardagi termoyadroviy reaksiyalar va yulduz portlashi tufayli yuzaga kelgan. Shunday ekan, sizu bizning organizmimizdagi har bitta kimyoviy unsur qachonlardir qaysidir yulduz qa'rida vujudga kelgan. Yulduzlar tarkibidagi vodorod yonilg'isi tugab bitgach, o'zidagi bosimni ortiq ushlab tura olmaydi. Yulduz yadrosi zichlashib, torayib boradi. Tashqi qatlamlar esa kengayib, yulduz sirtidagi harorat ham pasayib boradi. Yulduz asta-sekinlik bilan kengayib qizil gigantga, ayrim yulduzlar esa giperqizil gigantlarga aylanadi. Keyinchalik qizil gigant bosimni ortiq ushlab tura olmay portlaydi. Portlashdan so'ng yulduzning tashqi qatlamlari koinot bo'ylab sochilib ketadi. Yulduz yadrosi esa siqilib, yangi mitti oq yulduzni paydo qiladi. Oq yulduz ham asta-sekinlik bilan so'rinib borib, keyinchalik batamom so'nadi. Yulduzlar hajmi va og'irligiga qarab hayotining so'ngida o'z o'rnida yangi yulduzlarni, ayrim yulduzlar o'ta yangi yulduzlarni, ayrimlari neytron yulduzlarni, ayrimlari pulsar va kvazarlarni paydo qiladi. Agar yulduz massasi Quyoshnikidan 4 yoki undan ko'p martaga og'ir bo'lsa, o'z yadrosi o'rniga qora tuynukni hosil qiladi. Yulduzlarning massasi uning hayot evolyutsiyasida muhim rol o'ynaydi. Astronomlar yulduzlarning massasi, yoshi, kimyoviy tarkibi va boshqa xossalarini, ularning spektri, yorqinligi va fazodagi harakatlarini kuzatib aniqlashadi. Tungi osmonda yulduzlarni kuzatar ekanmiz, ularni bir-biridan ajrata olmaymiz. Faqat ayrimlari kattaroq, boshqalariga nisbatan yorqinroq ko'rinadi. Ammo bu ularning haqiqiy kattaligi va yorqinligini belgilab bermaydi. Olimlar yulduzlarning kattaligi va yorqinligini ularning spektriga qarab aniqlashadi. Spektriga qarab yulduzlar ko'kdan tortib qizilgacha bo'lgan guruhlarga ajratiladi. Ko'k rangda ko'rinadigan yulduzlar eng issiq va yorqin yulduzlardir. Ularning yuzasidagi harorat 400 ming gradus Selsiy atrofida bo'lishi mumkin. Quyosh bilan solishtiradigan bo'lsak, Quyoshning yuzasidagi harorat 5000-6000 gradus Selsiy atrofida. Qizil tusda ko'rinadigan yulduzlar esa boshqa sariq, ko'k, oq tusdagi yulduzlarga nisbatan sovuqroq yulduzlardir. U yulduzlarning yuzasidagi harorat 2500 gradus Selsiy atrofida. Yer osmonida Sirius yulduzi Quyoshdan keyingi eng yorug' yulduz bo'lib ko'rinadi. Aslida esa Sirius koinotdagi eng yorug' yulduzlar sirasiga kirmaydi. Ayni vaqtda ilm-fanga ma'lum bo'lgan eng yorug' yulduz Tarantul tumanligida joylashgan R136A1 yulduzidir. Ushbu yulduz dunyo ilmiy hamjamiyat tomonidan aniqlangan eng yorqin, eng issiq va eng og'ir yulduz hisoblanadi. R136A1 yulduzi Quyoshdan salkam 10 million marotaba yorqinroqdir. Ushbu yulduz yuzasidagi harorat 55 gradus Selsiy atrofida. Massasi esa Quyosh massasidan 315 marotabaga og'ir. Ushbu yulduzni teleskopsiz oddiy ko'z bilan ko'rish imkonsiz, chunki R136A1 yulduzi bizdan 165 ming yorug'lik yili uzoqligida joylashgan. Osmonimizda yulduzlar bizlarga oq nuqtalar bo'lib ko'rinadi, chunki ular bizdan nihoyatda olis masofada joylashgan. O'tgan videolarimizning birida ma'lumot berganimizdek, biz yulduzlarning o'tmishdagi holatini ko'ramiz, chunki u yulduzlardan kelayotgan yorug'lik bizgacha yetib kelish uchun ancha vaqt kerak. Yulduzlar bizga samoda bir xil tekislikda joylashgandek tuyuladi, ammo ular bir-birlaridan katta farq bilan uzoqlikda joylashgan.
Misol uchun, siz u bizga ma'lum cho'mich yulduzlaridagi yulduzlar bizdan har xil uzoqlikda joylashgan. Cho'mich yulduzlaridagi eng yorug' yulduz Dubha yulduzi bizdan 122 yorug'lik yil uzoqligida, Benetash yulduzi 100 yorug'lik yil uzoqligida, Aliyot yulduzi esa 80 yorug'lik yil uzoqligida joylashgan. Koinotdagi ayrim yulduzlar bizdan 1000 yorug'lik yil uzoqligida, ayrimlari million, ayrimlari esa milliard yorug'lik yil uzoqda joylashgan. Bizlar uchun sayyoramiz ancha katta tuyuladi, ammo uni koinotdagi boshqa fazo jismlari bilan solishtiradigan bo'lsak, zaminimiz bepoyon koinotning ko'rinmas zarrasiga aylanib qoladi. Quyosh Yerdan 1.300.000 martaga katta yulduzdir, ammo Quyosh koinotdagi eng katta yulduz emas. Kattaligi jihatdan Quyosh o'rtacha kattalikdagi yulduzlar sirasiga kiradi. Olamda shunday katta yulduzlar borki, ular Quyoshdan 1000, million, hattoki milliard marta kattadir. Ayni paytda fanga ma'lum yulduzlar ichidagi eng kattasi Qalqon yulduzlar turkumida joylashgan Uy-Scuti yulduzi sanaladi. Ushbu yulduzning hajmi Quyoshimiznikidan taxminan 5 milliard marta katta. Uy-Scuti yulduzining diametri 2,5 milliard kilometr atrofida. Bu masofa Yer va Quyosh orasidagi masofadan 16 martaga ko'p. Ushbu yulduz bizdan 9,5 ming yorug'lik yil uzoqligida joylashgan. Yorug'ligi esa Quyoshga nisbatan 120 ming martaga yorug'roq. Uy-Scuti yulduzi ham qizil gipergigant yulduz bo'lib, yuzasidagi harorat 3,5 ming gradus Selsiy atrofida. Bu yulduz Quyoshning o'rnida Quyosh sistemasida joylashganida, uning hajmi Yupiter sayyorasining orbitasigacha bo'lgan maydonni egallagan bo'lardi. Samoga boqqanimizda ko'plab yulduzlarni miltillayotganini, ayrimlarini esa miltillamayotganini ko'ramiz. Chunki miltillamayotgan oq nuqtalar yulduz emas, sayyoralardir. Yulduzlar o'zlaridan yorug'lik taratadi, sayyoralar esa o'z yulduzlaridan kelayotgan yorug'likni qaytaradi. Misol uchun, bizning tunlarimizni yoritib turuvchi Oy shu'lasi Quyoshning Oy yuzasiga tushib turgan nuridir. Boshqa sayyoralar va ularning yo'ldoshlari ham Oy kabi Quyosh nurini qaytaradi. Olamda aksariyat yulduzlar juft holda uchraydi. Ba'zilari 3 va undan ortiq yulduzlar bitta sistemada joylashgan. Juft va ko'p yulduzli sistemalar bir-birlari bilan gravitatsiya orqali bog'langan va bir-birining atrofida sobit orbitalar bo'ylab aylanuvchi yulduzlardan iborat. Quyosh sistemamizga eng yaqin joylashgan Centauri A va B hamda Centauri Proxima yulduzlari ham bitta sistemada joylashgan. Agarki bu yulduzlar atrofida harakatlanayotgan sayyoralar yuzasida hayot bo'lsa, ular o'z osmonlarida biz kabi bitta emas, 3 ta Quyoshni ko'rishadi. Bizning Quyoshimiz atrofida bo'lgani kabi boshqa yulduzlar atrofida ham sayyoralar mavjud. Hozirgi kunga kelib Quyosh sistemamizdan tashqarida minglab egzosayyoralar aniqlangan. Ularning ayrimlari Yerga o'xshash, ayrimlari esa Yer kabi muayyan sharoitlarga ega. Olimlar Yerdan boshqa sayyoralar yuzasida ham hayot borligi haqida ishonch bilan gapirishmoqda. Ammo u sayyoralar yuzasidagi hayot qanday ko'rinishda ekanligi, ongli mavjudotlar bormi yo'qligi noma'lum. Yaqin qisqa yillar ichida ko'plab zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan yangi turdagi teleskoplar fazoga uchirilishi rejalashtirilmoqda. Balki ushbu teleskoplar yulduzlarning atrofidagi sayyoralar va ularning yuzasidagi hayot, umuman koinotdagi boshqa fazo jismlari haqidagi biz insonlar uchun jumboq bo'lib kelayotgan ko'plab sirlarni ochib bersa ajab emas. Shuning bilan bugungi videomiz ham yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha.